Assalomu alaykum aka-ukalar. Kunimizga 6-aprel payshanba. Bu mashinamizga ham 1.40lik tent qo'yib berganmiz. Xo'p, bunga qilingan ishlar. Xo'p, chexol polilarini qilib berganmiz, ashibkalarni qilib, tagiga lasetli machalka qo'yib berganmiz. Ko'rishlar mumkin. Xo'p, yon holatlari. Sondiqcha qo'yib berganmiz. Sondiqchalarimiz ham ko'rishlar mumkin. Xo'p, bu dugamizdan ham foydalandilar akamiz. Dugalarimizdan ham qo'yib berganmiz. Har doimgi ikkitadan nasosli. Pastigacha panel qilib bering dollar, ro'palarini ham polni bekitib bering dollar. Bekitib, ichiga plafon chiroqlarini ham qo'yganmiz, o'zidan o'chirib yoqsa bo'ladi. Ikki holatlari. Kimga shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Marg'ilonda, chiroyli sifatli qilib ishlaymiz, yetkazib beramiz. Tentimiz 700 grammli tent. Tanayligiga baho berib berasizlar o'zlaring. Manzilimiz Marg'ilonda. Bu tarafimiz stansiyadan kelish, bu tarafimiz Kirgili Prezdan kelish.